Assalomu alaykum mening kitobsevar do'stlarim. Bugun sizlar bilan haqiqiy usta haqida ertak eshitamiz. Bu ertak ustozlar haqida. Demak, ertagimizni boshlaymiz. Haqiqiy usta. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Yaqin o'tgan zamonda allaqaysi tomondagi kichik bir shaharda Ahmad va Omon ismli duradgor ustalar bo'lgan ekan. Ular arava, sandiq, eshik, beshik yasab bozorda sotishar ekan. Ahmad mehnatkash, serg'ayrat, uddaburon va saxiy ekan. Omon esa dangasaroq, qo'polroq, ustiga ustak qimmatfurush ekan. Omonning do'koni bozorning o'rtasida joylashgan bo'lsa-da, narxlar qimmatligi uchun xaridorlar kirmas. Usta savdoning sustligidan xafa bo'lib kunni kech qilarkan. Odamlar Omon yasagan buyumlarning sifatsiz va qimmatligi, usta Ahmadning ishlari pishiq va arzonligi haqida ko'p gapirishardi. Ahmadning do'koni bozor chetida joylashganiga qaramay, kun bo'yi xaridorlarning keti uzilmasdi. Diqqat bilan eshityapsizmi? Chunki ertagimiz tugagandan keyin yana savollar bilan mustahkamlaymiz. Omon mahsulotlarining narxini pasaytiribdi. Ammo Ahmad kabi mahoratli bo'lmagani bois savdosi yurishmay turaveribdi. Uning boshi qotib, chuqur xayolga cho'mibdi. Keyin Ahmadning uyiga qarab yo'l olibdi. Bilaman, sen yaxshi odamsan. Hunaring sirini menga ham o'rgat. Yaqin do'sting bo'laman, debdi Omon. Demak, yosh tanlamas ekan-a bolalar, hunar, kasb o'rganish o'zingizning harakatingizga bog'liq ekan. U holda o'rmonga borib, biror buyum yasashga arzimaydigan yog'och topib kel, debdi Ahmad. Ana Ahmadning ham do'stiga birinchi topshiriqni berdi. Omon o'rmonga borib, qing'ir, qiyshiq g'o'la topibdi. Ana ko'ryapsiz, rasmda ham ifodalangan. Demak, bu Ahmad, mana bu Omon. Mana qing'ir, qiyshiq g'o'la topib kelganligi. Mana hech narsaga yaramaydiganidan topdim. O'rmonda bunaqa yog'ochlar qalashib yotibdi-ku, debdi Omon. Ahmad esa yog'ochni ko'rib quvonib ketibdi. Juda zo'r buyum bo'ladigan yog'och keltiribsan-ku, deya teshasini olib ishga kirishibdi. Omonning ko'z oldida juda alomat omoch paydo bo'libdi. Ikkinchi kuni Omon yana bo'lmog'ir yog'och izlab o'rmon oralabdi. Tarvaqaylab o'sgan daraxt va shoxlar orasidan buyum bo'lishga arzimaydiganini izlay boshlabdi. Ancha qidirgach bitta yog'ochni tanlabdi. Yo'g'onligi bilakdek keladigan bu yog'och shunaqangi buralib o'sgan ekanki, undan biror narsa yasash mumkinligi aqlga sig'mas ekan. Sendan haqiqiy duradgor chiqishi qiyin ko'rinadi. Axir bu ko'pdan beri izlab yurgan yog'ochimni keltiribsan-ku, deya Ahmad yana ishga kirishibdi. Hash-pash deguncha yana mana shunaqangi qing'ir, qiyshiq nimadan, yog'ochdan nima yasabdi u? Juda mustahkam, bo'yintirig yasabdi. Hafsalasi pir bo'lgan Omon ertasiga yana o'rmonga yo'l olibdi. Shu ketgancha 3 kun daragi bo'lmabdi. Oxiri Ahmadning uyiga horib,
charchab qaytibdim. Xo'sh, bugun qanaqa yog'och keltirding? Savolga tutibdi Ahmad. Butun o'rmonni kezdim. Bu gal turli tuman yog'ochlar orasidan buyum bo'lishga yaramaydiganini topa olmadim, debdi Omon. To'g'ri aytding, yog'ochning yomoni bo'lmaydi. Bu ustaning mahoratiga bog'liq. Biror buyum yasash uchun duch kelgan daraxtni kesma. Oddiy cho'pni ham xuddi behuda yo'nib tashlama. Yasaydigan buyumingga yarasha eng maqbul yog'ochni tanlab, so'ng ishga kirish. Mana endi sendan haqiqiy usta chiqadi, debdi Ahmad Omonning yelkasiga qoqib. Ana ko'ryapsizmi? Demak, Ahmad hech narsani uvol qilmaslikni, hamma yog'ochning o'z o'rni borligi haqida tushuntiryapti. Davom etamiz. Chindan ham Omon Ahmad kabi mohir usta bo'lib yetishib, el ichida hurmat qozonibdi. Ana endi sizga mualliflar murojaatini o'qib beraman. Bilog'on do'stlarim, mehnatsevar, o'z ishining ustasi va iymon e'tiqodli kishi butun jamiyatning boyligidir. Mehnatsevarlik insonni inson qiladigan azaliy qadriyatdir. Tirishqoq va o'z kasbining ustasi bo'lmagan kishi kelajakda o'z o'rnini topishi mushkul. Ana endi kelishganimizdek savollarga javob beramiz. Birinchi savol. Do'stlarim, nima uchun Ahmadning do'koni gavjum, Omonniki esa buning aksi edi? Chunki, esladingizmi? Ahmad juda uddaburon, mehnatsevar va o'z kasbining ustasi edi. Yanayam xalqni o'ylab, ularning cho'ntagiga mos narxlar qo'yishga harakat qilar edi. Omonda esa bu qarashlarning aksi bo'lib ancha dangasa va qimmatfurush edi, shundaymi? Ana endi ikkinchi savolga javob beramiz. Ahmad Omonga duradgorlik hunarini mukammal darajada o'rgatib to'g'ri qildimi? Demak, bu har qanday ustozning, fidoyi ustozning vazifasi. Bu haqida dono bobomiz Alisher Navoiy ham shunday deb o'tgan edilar. Hunarni asrabon netgumdir oxir, olib tuproqqami ketgumdir oxir. Ana ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi ustoz o'z shogirdlarini bilimli, ilmli, hunarli va hattoki o'zidan ham o'zadigan shogird bo'lishini xohlaydilar. Endi uchinchi savol. Bolajonlar, siz Omonga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Albatta, Omonga Ahmadga o'xshab, Ahmadning amallarini takrorlashini, uning o'gitlariga amal qilishini maslahat bergan bo'lardingiz, to'g'rimi? Siz bu kitobda mazmuniga ko'ra bundan-da batafsilroq savollarga javob berishingiz mumkin. Ana endi keyingi sahifalarda yana bizga nimalar haqida ma'lumot berilayotgan ekan ko'ramiz. Ana shu mavzuga mos maqollar, hikmatli so'zlar. Baxt yolqovga begona. Ana, demak, mehnatsevar odam baxtga hamisha erishib yurar ekan. Bekor o'tirguncha bekor ishla. Ana, dangasaning ishi bitmas, yoz kelsa ham qishi bitmas. Bilasiz, ko'p dangasalar qishi bilan reja tuzishadi-da. Yoz kelgandan yana qishdagi holatida dangasalikda davom etadi. Bu juda yomon. Dangasaga ostona tepa bo'lib ko'rinar. Ana. Yomg'ir bilan yer ko'karar, mehnat bilan el.
Daryo suvini bahor toshirar, odam qadrini mehnat oshirar. Bu har bir maqol haqida qancha ko'p gapirsak oz. Ana endi yog'och haqidagi ta'rifni o'qiymiz. Imoratsozlikda ishlatiladigan yog'ochlar imoratbop detallar va ashyolarga bo'linadi. Ular navi, o'lchami va vazifalari bilan bir-biridan farq qiladi. Shox shabbasi kesilgan, po'stloqli yoki po'sti shilingan ingichkaroq daraxt tanalariga g'o'la deyiladi. Yo'g'onligi kamida 14 sm keladigan yog'och bo'laklariga esa xoda deyiladi. Xoda vazifasiga ko'ra imoratbop yoki arrabob bo'ladi. Qurilish ishlarida asosan igna-bargli daraxtlarning, kamdan kam hollarda oddiy yaproqli daraxtlarning yog'ochlaridan foydalaniladi. Ana bu kasbga qiziquvchilar uchun ham ma'lumotlar berib borilyapti. Bu kitob judayam qiziqarli, mazmunli, sifatli ishlangan ekan. Kitobdor nashr taqdim etadi. Mana bunday boshqa kitoblar ham sizni e'tiboringizga bu nashriyotdan havola etilmoqda. Bu kitobning muqovasi mana Non va oltin degan kitob ekan bu. Hikmatli ertaklar ekan. Muqovasi qattiqqina buklanmaydi va kitobning hajmi ham juda qulay. Yana kitob oxirida mualliflar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Demak, to'plovchilar Abdulaziz Muborak Anvar Qobilov, muharrir Xurshidbek Ibrohimov, dizayner Jahongir Abdujalilov va sahifalovchi Mushtari Abdijalilovalar ekan. Bu kitobdan albatta turli yoshdagi bolalar foydalanishi mumkin, ustozlar foydalanishi mumkin. Judayam mazmunli ertaklar mujassam etgan. Sizga bugungi mashg'ulotimiz ma'qul bo'ldimi? Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, taqdirlashni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.